kommentariya hammasini o'qib chiqdik, lekin sizlar topa olmadinglar. Oilamizdagilar izohlarda juda ham ko'p yozishadi. Iltimos, Zakirlar oilasi, ota-onamizdan, yaqin birodarlarimizdan tug'ilgan kuni bo'lyapti, tabriklab beringlar deyshadi. Endi to'g'ri tushunasizlar, bizda ijtimoiy tarmoqlarda 2 milliondan oshiq obunachimiz bor. Biz 2 kishimiz, albatta hech kimga ulgurmaymiz. Shunga ham biz har doim sizlarga har doim manfaatli bo'lgan narsani tavsiya qilganmiz. Va bu sizlarning iltimosinglarni ham ilojisini topdik azizlar. Aynan yaqininglarni tug'ilgan kuni, yaxshi kunida tabriklar yo'llab beradigan ajoyib misollar bor ekan. Ya'ni sizni tug'ilgan kuningiz yoki siz yaqinlaringizni tug'ilgan kunida ular telefon qilishadi, albatta siz iltimosingizga binoan va chiroyli siz nomingizdan bo'lgan tabriklarni yo'llashadi. Bundan tashqari fotolarni jo'natsangiz nima qilishadi? Montaj qilib, slayd show qilib berishadi. Sizni o'rningizga ularni foto, videolarini ham qilib berishadi. Chiroyli qilib, agarda bunaqangi narsalarni bilmagan, cho'magan odamlarga bu juda ham zo'r degani. Narx-navosi вообще suv tekin bo'lyapti. Hamma pastda silka qoldiramiz. Kiringlar, o'tinglar, murojaat qilinglar. Bizning nomimizdan aytsanglar, zo'r